Assalomu alaykum. Hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha kanallarimiz obunachilari, videolarimizni muntazam ravishda kuzatib boruvchilar. Anchadan beri YouTube ijtimoiy tarmoqlariga video joylashib bitirmagan edim. Ish jarayonlarini bugun ishdan keyingi jarayonlar joylashtiraylik. Mana bu hamma pastdagi 7 ta katta bioreaktorlar biogomslar tayyor holatga kelganida chuvalchanglar och holatda edi. Hammasini ustiga yangitdan ozuqani tashladik, ustiga somonlarni boshqatdan yopdik. Endi suvlarini muntazam ravishda berib kelyapmiz. Uzumlarimiz ham pishib shirin bo'lib qoldi. Dehqonchilikni ham bitta maqtan o'tib ketaylikda. Mana bu olma bog'li ichidagi ikkita bioreaktor. Buni ham ustiga ozuqalar tashladik, suvlarni sachyapmiz. Usti salqin bo'lganligi uchun buni ustiga hech narsa yopmadik. Mana bu issiqxonaning ichidagi holatlar, biogomos elash jarayonlari davom etyapti. Yangi elak apparatlarini olib kelganmiz. Elash jarayonlari zo'r, juda a'lo darajada elar ekan. Juda tez va sifatli elar ekan. Sotuvga biogomoslarimiz tayyor holatda. Biogomoslar ilanyapti. Mana bu yerdagi tayyor salafan tagida to'plangan biogomoslar chopib quritib maydalab elakdan o'tkazyapmiz. Xudo xolasa keyingi videolarda elakda elayotgan jarayonlarimizni ham qo'yib boramiz. Bu ham yana bitta chiroyli yangi kadr bo'ladi. Mana bu tepadagi reaktorlar. Mana bu yerdagi reaktorni yangi tayyorladik. 1 yil gung olib keldik. Uni to'plangan holatda salafanga o'rab qizdirdik 10 kun. Undan keyin mana bu yerga maydalab tashladik. Bu yerda juda katta bioreaktor paydo bo'ldi. Mana buni ham yarimiga mana tashladik. Yarimida o'zining chuvalchanglari bor. Bu yerda bioreaktorimiz bor edi. Och holatda edi, chuvalchanglar ozuqasi yo'q edi. Qizish jarayonidan o'tmagan go'ngni tashlab qo'yganimiz natijasida kunda issiqligi uchun kunduzi erta bilan kechqurun salqinda suv sachiladi, lekin kunda issiqligi uchun obedda qoq issiqda reaksiya berib yubordi. Natijada ichidagi chuvalchanglar barchasi nobud bo'ldi. Keyin ishlov berdikda va mana bu yerda qolgan bioreaktorlarning ustiga bu yoqdagi barcha go'ng biogomoslarni hammasini tashladik. Tashlagandan keyin mana bu yerda yarimi bilan mana bu yerda bo'sh joy qolgandan keyin bu yoqqa o'sha 1 yilalik o'rab qo'yib qizish jarayonidan o'tkazgan go'ngni tashladik. Endi buni ham xudo xolasa bosqich suvlarni sachamiz. 2-3 marta qayta chopamiz, maydalab. Keyin chuvalchang tashlanadigan bo'ladi. Keyin ustiga chuvalchanglarni tashlab, ustiga somonlarni yopamiz. Yana chiroyli ishlayveradi. Mana yangi ozuqalarni tashlab, ustiga somonlarni yopib, suv sachish jarayonlari. Shu suvlarni erinmay sachib ishlovni beraveramiz. Bu yerda ham katta 5 ta bioreaktorimiz bor. Ichidagi chuvalchanglar zichligi a'lo darajada. Mana bu elak. Mana bu elak endi rosa ishladi, bizga ancha ish berdi. Mana shu elakni o'zi
2 yildan beri qariyb 100 tonnaga yaqin biogomuslarni elab berdi. Endi yangilik qilib, yangi apparatlarni, yengilliklarni qilganmiz. Shuning uchun bu elakka endi dam. Kimga sifatli va tabiiy organik o'g'it biogomuslar kerak bo'lsa, manzilimiz Uzun tumani Yangi Ro'zg'or mahallasi. Telefonlarimiz 97 244 44 06. Narxlari 2000 so'mdan, yetkazib berishi mutlaqo bepul. Va Kaliforniyaning qizil yomg'ir chuvalchanglari kerak bo'lsa, 3 ta banan korobkasi 1 kvadrat hisoblanadi bizda. Narxi 1 million so'm. Uni ham yetkazib berishi va o'rgatishi ichida. Murojaat qilaverasizlar. Kunlaring xayrli va barakatli o'tsin. Bizlardagi manzaralar